أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu alaykum. Meni Mustajob kanalimga kirib, duolarimdan bahramand bo'lib kuzatayotgan azizlar. Bugun ham men sizlar bilan suhbatlashib turganimdan Allohimga beadad, beminnat, behisob shukrlar aytib hamd va sanolar aytaman. Birodarlar, bugun men sizlar bilan bir ulug'ligi bo'yicha qadr kechasidan keyingi o'rinda turadigan bir kecha, Sha'bon oyining 15-kechasi, Baroat kechasi haqida gaplashmoqchiman. Aniqrog'i sizlarga ma'lumot yetkazmoqchiman, Xudo qodir qilganicha. Bu Baroat kechasidan g'aflatda qolishimiz kerak emas. Bu kecha ham judayam ulug' kecha. Qadr kechasi qanday ulug' kecha? Butun musulmonlar qadr kechasida qanaqangi ibodat qilishsa, Baroat kechasida ham shunday ibodat qilishadi. Bu kechaning fazilatlari juda ko'p. Bu haqida hadis shariflarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ko'plab zikrlar qilishgan. Bu Baroat kechasining ma'nosi oqlanish ma'nosida. Arab tilidan olingan so'z bo'lib, baroat, oqlanish degan ma'noni bildirar ekan. Sha'bon oyining 15-kechasi. O'z ma'nosidan ham bilinib turibdi, oqlanish, poklanish. Bu kechada Alloh ko'plab bandalarini mag'firat qiladigan kecha ekan. Alloh gunohlarini kechirib, do'zaxdan ozod qiladigan kecha ekan. Bu kechani o'ziga yarasha nomlari ham bor ekan. Birinchisi Laylatul Muboraka, ya'ni Alloh baraka beradigan kecha ekan. Ikkinchisi Laylatul Rahma, ya'ni Alloh taoloning rahmati yog'iladigan kecha. Uchinchisi Laylatul Soq, ya'ni rizqlar belgilanadigan kecha ekan. To'rtinchisi Laylatul Baro'a, do'zaxdan ozod bo'ladigan kecha. Chunki bu kechada Alloh dunyo osmon yuziga tushib, bandalariga qani so'ranglar deydigan kecha. Kim mag'firat so'raydi, kim mendan rizq so'raydi degan kecha. Shuning uchun bu kechadan g'aflatda qolmaylik. Ikkinchi kun iloji bo'lsa, imkonimiz bo'lsa, sog'ligimiz ko'tarsa, ro'zador holimizda, ro'za tutaylik. Ro'zador holimizda Xudo qodir qilgancha, quvvatimiz yetgancha, vaqtimiz bo'lsa, shukurda, zikrda bo'laylik, tahlil, tasbih aytaylik, imkon qadar nafl namozlar o'qiylik, farz namozlarimizni vaqtida ado qilaylik. Shunaqangi kecha ekan bu kecha. Alloh qo'l ko'tarib, "Ya Robbim" deb so'raydigan kecha ekan shu kecha. Hamma niyatlaringni so'ravoylar. Ko'p uzoq duoyi sajdalarda duo qiladigan kecha ekan bu kecha. Bu kechada duolar shak shubhasiz qabul bo'ladi deyilgan hadis shariflarda. Shuning uchun bu kechadan foydalanaylik azizlar. Mo'minlarning namozdagi qiblalari Quddusdan Ka'baga o'zgartirilgan kecha ham mana shu Baroat kechasida bo'lgan.